8 dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan Jamoat xavfsizligi universitetida qurolli kuchlar tizimidagi oliy harbiy va harbiylashtirilgan ta'lim muassasalari kursantlari o'rtasida sportning voleybol turi bo'yicha birinchilik musobaqalari o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Yoshlar o'rtasida voleybol sport turini yanada ommalashtirish, u bilan shug'ullanuvchi eng mohir o'yinchilarni saralab olish tizimini yaxshilash, voleybol bo'yicha sport infratuzilmasini yaratish bo'yicha prezidentimiz tomonidan alohida qaror qabul qilingan. Unga muvofiq, milliy terma jamoalarimizning nufuzli sport musobaqalarida yuqori natijalarga erishishi ko'zlangan. O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti sport saroyida 8 dekabr Konstitutsiya qabul qilingan kun munosabati bilan xalqimiz tinchligi va osoyishtaligining ishonchli qalqoni bo'lgan qurolli kuchlar tizimidagi oliy harbiy va harbiylashtirilgan ta'lim muassasalari kursantlari o'rtasida sportning voleybol turi bo'yicha birinchilik musobaqalari bo'lib o'tdi. Ma'lumki, respublikamizda voleybol sportining eng ommaviy turlaridan biri sanaladi. Bugun bu yoshlarda o'z yurti, millati, O'zbekistonning barcha jabhadagi yuksalishlardan g'ururlanish tuyg'usini yaqqol ko'rish mumkin. Sportning voleybol turi bo'yicha murosasiz va qizg'in bahslar ostida o'tgan qurolli kuchlar tizimidagi oliy harbiy va harbiylashtirilgan ta'lim muassasalari kursantlari birinchiligi musobaqalari natijalariga ko'ra Jamoat xavfsizligi universiteti sportchilari katta ustunlikka erishib, mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi va sportning bu turida tengsiz ekanliklarini yana bir bor isbotladilar. Musobaqa shiddatli hamda keskin murosasiz bahslarga boy bo'ldi. Biz bunda birinchi o'rinda olganimizdan bag'oyatda mamnunman. Buning uchun universitet rahbariyatiga hamda ustozlarimizga kattadan katta tashakkurlar aytaman. Kelajakda jahon arenalarida o'tkaziladigan katta musobaqalarda ham faxrli o'rinlarni egallab, O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini ko'klarga ko'taramiz. Ularning 2 nafar sportchisi shu yerning o'zidayoq mutaxassislar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi terma jamoasi safiga taklif etildi. Shuningdek, musobaqada faxrli 2-o'rin Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, faxrli 3-o'rin esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi voleybolchilariga nasib etdi. G'oliblarga kubok va diplomlar bilan birga homiylar tomonidan sovg'alar ham topshirildi.